shunaqa odamlarni qo'rqitadigan, otadan bolani ajratadigan, qabristonni obod qilib, shahristonni barbod qiladigan mehmon dedi. Shu zahoti o'g'illarni boshiga og'riq kirdi. Mahkam boshini ushlab, "Yuallimuni ra'si", boshim qattiq og'rib ketyapti deb qoldilar. Rasululloh o'tirdilarda, "Keling o'g'lim, boshingizni qo'yib oling oyog'imga" dedilar. Shunday tizzalariga boshini mahkam qo'yib oldi. Rasululloh o'g'lini mahkam ushlab, "Ya Jibroil, qayerdasiz?" "Shu yerdaman ya Rasululloh." "Azroilga ayting, o'g'limni jonini sekin olsin" dedilar. "O'g'limni qiynamasin, Allohga berdim. Qiynamasdan jonini olsin" dedilar. Jabroil alayhisalom yig'layaptilar. O'g'illari bir qaltiroq tutdi, Rasulullohga bir qarab tabassum qilib, bir kuldilarda jon taqsim qildi. Rasululloh o'zlari yuvdilar, o'zlari kafanladilar, o'zlari janoza o'qidilar, o'zlari borib qabrga qo'yib tuproq tortgandan keyin dod deb yig'lab yubordilar. Ashoblar aytdilarki, "Ya Rasululloh, o'zingiz qaytargan narsani o'zingiz qilasizmi? Axir yig'lamang deyapdingiz-ku." "Ey azizlarim, bo'lgan voqeadan sizlar bexabarsizlar. Bugungi mening boshimga tushgan imtihon insonning boshiga tushsa toqat qila olmas edi" dedi. "Bugun Alloh uchun ummatimni ixtiyor qilib o'g'limni topshirdim" dedi. "Agar o'g'lim sizlarning o'g'lingiz bo'lganda o'ynab yurgan bo'lardi." Hamma sahobalar yig'ladilar. "Yo vaylato" dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga "Yo musibato, bunday musibatga Alloh sizga sabr bersin" dedilar. Azizlarim, haqiqatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orzu qildilarki, meni o'g'limni o'rniga, meni ummatimdan o'rnini bosadigan o'g'illar chiqadi deb. Endi bir fikr qilaylikchi. Biz shunaqa farzand bo'lib boryapmizmikin? Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, o'g'lingizni bizni o'rnimizga fido qilgan ekansiz, biz shunga loyiq farzand bo'ldik deyapmizmi? Yoki bizga bergan farzandlarni shunga munosib tarbiya qilyapmizmi? Mana bergan farzand o'g'lingiz, mana sizning o'g'lingizni o'rniga namozxon, ibodatchi o'g'il olib keldik deyapmizmi? Yo ichuvchi, benamoz, badbaxt o'g'il olib keldik deyapmizmikin qiyomatda? Qaysinisini aytamiz? Qaysi yuz bilan, qaysi dil bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga boramiz? Ammo azizlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday holatda ham bizni ixtiyor qildi. Bizni ixtiyor qilib bu imtihondan o'tib ketdilar. Oradan bir yil o'tmasdan o'zlari ham bu dunyodan rihlat qildilar. Endi shunday holatda ham ummatim degan zotni ismini eshitganda alayhi salom deb qo'ymagan inson, ummat haqiqatda Jabroil alayhisalomning duosiga loyiq bo'ladi, birodarlar. Bu zotga bir ehtirom qilmagan odam haqiqatda xor bo'lishga loyiq bo'ladi.